ozib ketishim birinchidan ziyondan bo'lgan. Yuragim ko'p siqilardi, kechasi uxlasam bir narsa bosardi meni. Ertalab tursam yuragim siqilib uyg'onardim-da. Keyin sedana ichib, sedana ruhni davolaydirdilar xo'jayinim, turmush o'rtog'im. Ruhni davolaydirdilar, o'sha ruhim davolansin, o'sha ruhim kasal shekilli deb sedana ichib yurardim. Hurmatli meni kuzatadiganlar, men Havo Tohirovni, Marg'ilonlik, 39 yoshli tadbirkor, shaxsiy blogga ega ayolman, 3 nafar farzandim bor. Men o'zi oddiy tikuvchi bo'lganman. Hozir ham tikuvchilik qilaman. Va tikuvchilik qilib yurganimda qora sedanani bozordan bir piyola olib kelib maydalardim. Hozir men sizlarga tarixni aytib beryapman-da. Maydalab uni birinchi yuvardim, kiri bo'lardi. Maydalab unga asal bilan zaytun yog'i qo'shib ichib yurardim. Sababi Orzugul, men 38 kilo bo'lib ozib ketganman, anoreksiya bo'lib qolganman. Ozib ketish kasalligi bo'lib qolganman. Shunda faqat sedana ichib tuzalganman. Ozib ketishim birinchidan ziyondan bo'lgan. Yuragim ko'p siqilardi, kechasi uxlasam bir narsa bosardi meni. Ertalab tursam yuragim siqilib uyg'onardim-da. Keyin sedana ichib, sedana ruhni davolaydirdilar xo'jayinim, turmush o'rtog'im. Ruhni davolaydirdilar, o'sha ruhim davolansin, o'sha ruhim kasal shekilli deb sedana ichib yurardim. O'zingiz tayyorlab? O'zim tayyorlabman. Kofemolkacham bor edi, bir piyola tayyorlab, unga asal bilan zaytun moyi qo'shib olardim. Keyin uni ruqiya qildim. Bir kun o'tirib Yosin surasini 40 marta o'qidim, chunki juda yomon qattiq kasal bo'lib yotib qoldim. Endi ko'pchilik aytsangiz sehr qilishgan. Voy, meni nimamga sehr qilishadi? O'zi bir kunda 100 ming so'mdan 2-3 ta ko'ylak tikib, 3 ta jo'jamni boqib o'tirgan xotin bo'lsam, meni nimamga sehr qiladi? Orada aytib o'tay, sizga ha deb hamma sehr qilavermaydi. Odamlarda tushib qolgan puli yo'q, vaqti yo'q. U menga sehr qildi deb o'ylayotganlar, aslida siz usti ochiq qolgan narsani yeb olishingizdan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom aytganlar, shomdan keyin meshlarni og'zini bo'g'inglar, idishlarni og'zini yopinglar, bolalarni ushlab turinglar. Shundan keyin kim kasal bo'lsa o'zidan ko'rsin deganlar. 2002 hadisda Imom Tabroniy, Daylamiy rivoyatlarida kelgan, vallohu alam. Demak, usti ochiq qolgan narsani yeb olsangiz, shunaqa yuragingiz siqiladi. O'shanda ko'pchilik menga sehr qilish deydi. Men to'g'risi, yaxshi gumonda bo'lish kerak. Mo'min inson, Alloh taolo o'zi aytgan, ko'p gumondan chetlaninglar. Ayrim gumonlar harom deganda. Shuning uchun shunaqa qilib sehrbaz shu usti ochiq qolgan narsani yeb olganimda hojatxonaga yalambosh kirgan bo'lishim mumkin. Keyin haligi cho'miladigan joyga bavil qilsa ham shu odam yuragi siqiladigan bo'lib qolar ekan. Yotadigan joyingizga o'sha Ixlos, Falaq, Nas suralarni o'qib yotib, Payg'ambar alayhisalom joyingizni qoqib yoting deganlar. Sunnatga amal qilmasligimizdan, taqvo qilmasligimizdan bizda yurak siqilish paydo bo'lar ekan. Va yana dunyoviy tomondan yod yetishmasa, qalqonsimon bezlaringiz yaxshi ishlamasa, gormonlaringiz buzilib ketsa, odamda fobiya kuchayib ketar ekan. Ya'ni oddiy narsani fantastika qilib ko'rar ekansizda, fobiya kuchayib ketadi. Bunaqasiga olsangiz YouTube format bo'ladi. YouTubengiz ham bormi? Yo'q, YouTube'am. Unda tekkiz olavering ekan. Unda tekkiz olavering. Xo'p, demak, yani nima demoqchiman? Agar sizni mashitingizda bir narsa turganga o'xsharsa, ilgirga borib oldirishingiz keragi yo'q. Bu oshqozoningiz yaxshi ishlamayotgandan, o'tib buzilgandan va shu ziyonlardan bo'ladi. Bu ilgir sizga olib bermaydi eshitdim. O'tib davolash kerak. Xullas, gapni indallosi shu sedana ichdim. 38 kilo bo'lib ozib ketganini sekin-sekin yurak siqilishlanib qoldi. Ishtahaga kirdim. Oldin masalan o'sha 38 kilolik paytimda ertalab nonushta qilsam, kechki soat xuftongacha qornim ochmas edi. Lekin qaltiraverardim. Quvvat yo'q, qorin, organizm ovqat yeb signal bermay qo'ygan edi. Qaltiraverardim. Sedana ichib yurdim. Ochlikni his qildim. Keyin buni bilsam, qora sedanani tarkibida kuchli bir ishqor bor ekan, foydali ishqor. Bu ishqor oshqozon motorikasini ishlashini ishlatib berar ekan. Oshqozon uxlab qolar ekan, ichida ovqati bilan achib, sasib, og'zingizdan hid kelib ketadi. Haftalab hojatga bormaysiz, kattasiga qabziyat bo'lasiz-ku. Bu oshqozonni ishla deb o'rgatib berar ekan. Oshqozon ishlayotganda o'tib fayga aytar ekan, zaharni chachdir ekan, o'tib fay.
dimlanib yotibdi, o't pufayni ham ishlatib berar ekanda. Buni ishqori shunaqa. Payg'ambar alayhissalom har bitta gaplari biz uchun hikmat, biz uchun foyda bo'lgan. Endi qarang, qora sedanani ishqori o't pufayni ham og'zini ochib berar ekan va ichida toshlar maydalab borar ekan. U zaharni chachib turgandan keyin oshqozon ishlaydimi, safro haydaydimi, oshqozondagi hamma tiqilmalar chiqib ketgandan keyin ovqat so'raydi qayta. Qabziyat yuradi, ichaklar yurishni boshlaydi. Ichak yaxshi yurgandan keyin haligi yangi kirgan ovqatni yangi vitaminni so'rib oladi qonga. Jigarga yangi vitamin boryapti, jigar yangi qon ishlab chiqaryapti. Xullas sekin-sekin qora sedana ichgan odamda ishlash ichki motorikasi rivojlanib, sog'lom bo'ladi. Shunaqa qilib men sedana ichib boshladim, sochlarim to'kilib ketgan, ko'p terlardim. Hamma yog'imdan suv bo'lib ter oqib ketadi. Slabiyligidan. Keyin terlamay qo'ydim. Sochlarim tak-tagidan soch chiqib ketdi. Mashitlarim mashit tepalarigacha to'kilib ketgan edi. Haligi peshonam o'zi katta, bir xilgina sifat bo'ladi. Peshonam yana ham ochilib ketgan edi. O'sha joylardan tak-tagidan soch chiqib ketdi. Sochlarim yaxshi bo'ldi. Demak, keyin buni yana qiziqib o'zi har bitta biznesda egasi shuni ichida yashaydi. Masalan, mana shu nonni shu qiz qilib keldi mana. Quvasoyli qizimiz mashina ichida yashagan. Mashina dieta qilib o'zi yegan, boshqa qilgan, menga hadya qilib olib keldi. Mana non meni boy qilgan deyapti. Shu nonni ichida bu yashagan. Ozdiruvchi qizlar bor-ku, dietologlar. Oldin o'zi semizcha bo'lgan. Kichkinaligidan olma yeb, parhez qilib, bir narsa qilib, o'shaning ichida yashagan va katta dietolog bo'lib ketgan. To'g'rimi? Men ham shuning ichida yashadim. Yashadingiz. Yashadim. Endi qarang, buni ichgandan keyin terlab ketishlarim yo'qoldi. Namoz o'qiyatsam, mana shunaqa qilib qaltirardim. Quvvat yo'qligidan. O'tirganda bitta turib olsam, ko'zim oldida yam-yashil bo'lib ketardi. O'sha qora sedana ichgandan keyin qonim ko'paydi, boshim aylanmay qoldi. Uxlayverardim, 11 da turardim. Ertalab namozdan keyin yana yotib olib, 11 gacha hayotga qaytishim qiyin bo'lardi. Sedana ichgandan keyin namozga turaman, namozdan keyin o'tirib ko'ylak tikaman. 10-11 gacha 3-4 ta ko'ylak bitirib boraman. Keyin aytdim, bu shunaqa ham yaxshi narsa ekanki, tarkibida oqsil borligi uchun sochim ko'payib ketdi. Endi odamga oqsil yetishmasa, charchoq hech qachon chiqmaydi. Keyin buni tarkibida ruh bor ekan, sink. Odamga qarang, sink ruh yetishmasa odamda charchog'i hech qachon yozilmas ekan. Ruh yetishsa, sink organizmga kirsa, charchog'i yozilar ekan. Keyin buni mo'jizalari chiqa boshladi-ya. Bunga toza asal qo'shaman, toza zaytun yog'i qo'shaman. Endi Alloh taolo zaytun yog'ini Qur'onda 7 marta zikr qilgan. 7 marta 7 ta joyda zikr qilgan Qur'onda. Va bitta joyda vattin va zaytun, anjir va zaytunga qasam degan. Bular Alloh taolo odatda muborak, ahamiyati katta narsalarga qasam ichadi. Shunaqa qilib zaytun yog'ini o'zini masalan, o'zini bir qoshiqdan ichib yurgan odamning beti yaltillab turadi, tirish tushib, eti qarib ketmaydi. Terilari qurib ketmaydi. Ichki organlari ham yaxshi yuradi. O'tni ochadigan, jigarni yog'ini tushiradigan bitta yaxshi narsa bu zaytun yog'i, oltin yog'. Buni ichida zaytun yog'i bormi? O'zi sedanani hamma yog'ini ichadi. Arzigul aslida buni tanasida sedanani mag'zi bor, oq ichida. O'sha achchiq moddasi shifo aslida. Xullas keyin buni men internetga sedanani tayyorlanishini chiqardim. Shunaqa qilib tayyorlab ichaman, foydalari bor deb. Shundan sedana bormi deb so'rashdi, boshlashdi. Ha, bor deb bankalarga solib, unda bunaqa logolari ham yo'q edi. Sotishni boshladim. Endi qarang, ichgan odamlar bittasi aytayaptiki, saxrim bor edi, 20 dan oshib ketadi. Turib nonushta qilmasam, joyimda qo'limni teshib saxirni o'lchardim. 7-8 chiqyapti deydi. Qarang. Men deydi chet eldan qimmat dori olib keltirib ichib yuraman deydi. Saxirga. Voy, mashalloh dedim. Keyin opam o'zi davleniyasi doim 160 ko'tarilib ketaveradi, yosh narsa. O'zi mendan 5 yosh katta xolos opam. Opam o'sha sedanadan ichib yurdilar. Mana shu malhamni
bittayam boshim og'rimay qoldi deydi, yengil bo'lib qoldim deydi. Nimaga? Bu 40 marta Yosin surasi jonli o'qilgancha birinchi odam 99% ziyondan kasal bo'ladi. Ziyondan va ziyon ketgandan keyin sizda 10% kasallik qoladi. O'sha 10%ingizni bu sedana Allohning izni bilan davolang. Payg'ambar alayhisalomda Alloh taolo aytgan, mo'minlar, payg'ambar sizlarga keltirgan narsani olinglar, u sizlarni qaytargansidan qaytinglar degan. O'zi biznesga payg'ambar alayhisalomni aralashtirib bo'lmaydi. Men hayron qolamanki, shunaqangi mo'jizaviy narsani bizga tavsiya qilib ketgan ekanlar. Mana endi biz buni ustida ishlab, buni odamlarga sotib, o'tsiflarini ko'rib hayron qolyapman-da. Shuning uchun beixtiyor aytib boryapman. O'zi aslida sedana o'zi shifo desangiz ham ishonadi. Bizni musulmonchilik qoniga singib ketganda bu. Shunaqa. Endi bu qizni tanishtiray. Men sedana haqida hali ko'p aytib beraman. Bu qiz Arzigul. O'zi Marg'ilonlik qiz, Qirg'iziston Respublikasi Qizilqiyaga kelin bo'lib tushgan. Va o'sha yerda bozorchilik qilib, bozor ochib, idish-tovoq sotadi. Nechta bolangiz bor? 3 ta bola. Hozir taxmin qilib turdim. 3 ta bola topgan. Qirg'izchani shuna mashalloh gapiradi, mas bo'lib qolaman qarab. Qirg'izcha gapirsa, anqayib qolaman deb mazza qilaman. Agar qirg'izistonlik bo'lsangiz, sizga qora sedanadan tayyorlangan, haqiqiy, naturalniy, qo'lda tayyorlangan, yuvib, maydalab, asal zaytun qo'shilgan 40 marta Yosin surasi, undan tashqari 101 marta Fotiha, Oyatal Kursi, Amana Rasul oyatlari va ziyonni chiqaradigan Kaf surasidan, Furqon surasidan, Toha surasidan oyatlar jonli o'qib ruqiya qilingan mahsulotimiz kerak bo'lsa, Arziguldan olasiz. Xohlasangiz ichkani oling. Xohlasangiz sotgani oling. Mana pastda Arzigulning WhatsApp nomerini yozib qo'ydim. WhatsAppga bemalol chiqaverasiz. Express pochta orqali chiqazib yuboradi. Narx qancha deb kommentariyaga yozsangiz, meni kommentariyaga javob berganim vaqtim yo'q. Narxini WhatsAppdan so'rasangiz, Arzigul o'zi aytadi. Va yana qanaqa savolingiz bor menga? Men o'zimni tanishtirdingiz. Men atim Arzigul. Men 32 yoshdaman. Men sizni 1 yildan beri kuzatib kelganman. Men o'zimni sizga kelib qolishimni aytib berayin. Boshim og'rib yurdi. Boshimni og'riganda ham jarimi og'riydilar. Shunday bo'lib, men qo'rqib yurganman, уже insult bo'lib qolammi deb qo'rqib yurganman. Tomografiya qildirdim, toza chiqdi. Doktorlarga bordim, toza chiqdi. Eho qildirdim, toza chiqdi. Uzi qildirdim, yaxshi chiqadi. Lecheniya olaman, kapinsa olaman. Hech o'zgarish bo'lmaydi. Tushimda bola ko'tarib yuram. Tushimda alleylarni ko'tarib yuram, eski bozorlarda yuram. Pul sanayim. Qayoqlarda shu mashina aralashib yuram. Aloq-jaloq tushlar. Keyin soat tursam, ruhim qiynaladi, boshim og'riydi. Og'riganda ham bir joy og'riydi. Shunday qarmasam lo'qildaydi. Ishga borish kerak, ishlash kerak. O'shanday mashina deb ishga boram, kelam, lecheniya olaman, massaj, charchoqda yuram. O'g'irlasham, hech kimni so'zi yoqmaydi. Sizni kuzatib yurdim. Keyin doktorlar aytdi, Arzigul, siz qirg'izchilik ham qiling. Bizda endi o'qitim deganda qirg'izchilik. Biz eskicha deyishadi. Bizda qirg'izchilik ham qiling Arzigul. Siz уже отказ qilyotadi bor yo'q. Kapinsa o'pkangizga suv to'ldiradi. Qayta kapinsa olyotasiz. Siz bu menen o'pkangizdan suv oldiradigan bo'lib qolasiz dedi. Уже ukoldir, dorilar. Har kelganimda O'zbekistonda ko'rinib yurdim, O'shda ko'rindim, Qizilqiyada jatdim. Уже darini turini ichdim, saqaybay. Уже kuniga magniy B6, bosh og'ridori, обезвоживаниемен yurib qoldim. Bu daringizni kelib, men sizga keldim, ko'rdim, olib ichdim. Shunday jengil bo'lib qoldim. O'zim ichdim, jengil dedim. Anan men aytdim. Bu Qizilqiyada bormi, Qirg'izistonda bormi bizda desam, yo'q dedi. Men Qirg'iziston eli ham shuntib og'riganlar ko'p. Biz birga jatganimizda больницада boshi jarimi og'rib yurgan odam o'ta ko'pda, menga o'xshashlarchi. Больницаga jatadi, rezultat yo'q. Больницаga jatadi, rezultat yo'q. Men o'shandukdan Qirg'izistonga ham jetsin.
эжеме келдим, сатайын эже şu нерсени алып чыгып сатайын, мен да кай болуп жеңилдесин, ишим жүрдү, базарда дагы иштегим келет, иммунитетиңиз слабый болсо, клиент келет, эшиктен кирип келсе карагыңыз келет, манча сом десең, бул сатпайт экен деп чыгып кетет. Иммунитет, эмоция жанып турса адам алат экен. Энергия сатасыз аввало o'zi. Биринчи энергияга карайт экен. Отуруп алып, манча сомда десең, бирөө албайт экен. Ону туруп, мана десең, анан алат экен. Bir kun bana gapingizni bo'ldim, ishda ushlab turing, magazinga kirdim, bitta kofta yoqib qoldi. Mana kofta qancha desam, telefon o'ynab o'tirib, narxi yozilgan dedi. Koftasi yoqsa ham olmay chiqib ketdim. Shu narxi yozilgan degani uchun o'rnidan turib, keling opa, bu koftani sizga rosa zo'r tushadi. Mana bir rentda materiali mana shunaqa narxi muncha. Hozir olsangiz, mana uni ham qo'shib beraman desa, hozir magazinda men $100-200 shopping qilib ketardim, lekin ketdim qaytib. Zo'r bo'lsa ham-da, xuddi shunisi. Shunday bo'ldim. Olib ichdim, özüm rezultat aldım, başım oorubay kaldı. Endi tush ko'rsam, tuni menen haligi жаман tushlarni ko'rib chiqam, soat tursam energiyam, bayagı ruhum qiynaladi tush ko'rganimda. Tursam başım ağrıydı. Oşo charchoolarim ketdi. Özümde energiya topladım. Shunday kuchli bo'ldim, ishga qiziqishim oshdi qizlar. Men aytaman, men rezultatlarim menen ham bölüşe alaman. Qaysi больницада, qaysi tomografiya бар жоқ meni qo'limda bor. Kuyovim da aytdi, nega bunday bo'ltasың deb, уже ақыры жолым қалай қалды да. Оқыттым, оқытсаңыз, оқытқаныңызда 3 жол оқытат екенсіз. Бізде Ясин сүресini бөліп оқып қояды екен. Бізде бұны içip жүрсеңіз, сағыртан кечке дәм салынып жүресіз. Кеч içip жатсаңыз, сағыртан кештен сағырға чейін дәм салып жатат екенсіздер да, қараңыздар. Ушундай эмоцияға бай болдым. Мен бұл нәрсені сатам дедім. Өзіме күш топтадым да. Мана Құдаға шүгір, шунча күннен бері апарып сатуда мені сода манандай емес, мандай болды. Құдаға шүгір. Адамдар içip результат алгандар дагы болуп атат, кабай же. Энди караң, шундай нерсени апарып бизде өзүбүздүн Кыргызстан элибизге таанытайын. Ушуну адамдар алып ичсин. Дарыдан бир жериңизге зыян болсо, бир жериңизге пайдалуу жагы ham болот, ооруду калтырат. Шо жерди дабаласа, башка жерди уже иштен чыгарат экен. Биздин химикат, бардык нерселер химикат. Балдарыбыз ham уже жеген ичкенибиз өзү химикат болуп атат-чы. Biz bu табигый нерсени биздин жашообузга алып киришибиз керек. Буну мен айтам. Канча ичишибиз керек, кандай кылышыбыз керек десе, мен өзүм оюмда, буну холодильниктен үзбөш керек. Буну холодильниктен үздүң уже деп калат. Мен айтам, алың, сиз сурабаң. Буну ичсеңиз ишиңиз жүрөт. Холодильникте сактаң, паста түгөдү, ордунду толуктап коюң. Сизге каяктандыр бараканы алып келет. Бу жакшы нерсе дейм да, алган адамдарыма дагычы. Siz холодильникке коюң, постоянно ичип жүрүң. Постоянно ичип жүрүң. Бар холодильник siz saqlayverama, aynimaydi. Hech narsa qilmaydi. Qaytanga холодильникda ichi qatib qoladi. Toza asal quyilgan-ku o'yib olasiz. Bu o'zi yumshoq malhamga o'xshaydi. Hali ochilgandan keyin men nimasi yo'q, o'zgarmaydi, aynimaydi, umuman hammasi. Suv qo'shilmagan, toza sedana maydalangan, unga asal va zaytun qo'shilgan. Aynimaydi. Oshxonangizda turaverasiz. Bo'ldi. Unda oshxonada saqtag'ila deb aytaman endi. Холодильникте emas, постоянно кухонный мебелде tursin deyman. Mashallah. Qarangizlar, men shunday narsani aytamda, bu жашообузга кирип барсын, бизге жашообузда болсун дейм да. Иммунитеттери көтөр. Менде мына азырынча ушул күнгө чейин болду, бир эже баткенден чалды. Менде зыян бар ошой. Раса жаман болуп атамын Арзугүл. Эмне кылайын, болот. Бунда шифа бар, Куда кааласа болот. Алып ичиң дедим. Ичти. 2 күн ичкенде эже уже күнүгө ичип атканда 2 күн эжени көйнүн айныткан. Көйнүн айнытып, зыян тазалады. Анан баягы эжеме айттым. Энди мен ham ондойду көрүп экенмин да, эжеме айттым. Эже эмне кылабыз десем, зыяны бар экен. Өзү айткандай, мен зыянды ичип алганмын, билемин, түшүм айныйт дейт. Зыяны тазаланды. Кече бир жума болду, гыжалат болуп, менен алды, эмне болдуңуз деп пулга алды, ичпей ташап аттуу деп гыжалат болдум.
chaldim. Eje, nima bo'ldingiz? Ey, men shunday chiroyli tushlarni ko'ryotam, gullarni orasida yuryotam Arzigul. Shunday jengil dedim, men tozalanganimni bildim dedi. Mashalloh. Shunday Menga bo'ldi. Arzigul telefon qildi, shu nima ko'ngli aynayapti ekan dedi. Hı. Agar siz ichingizda sehr, ziyon, nazar, suq bo'lsa, birinchi buni ichganingizda biroz bezovta qiladi. O'shanda 4 ta 5 ta kosada suvni ichib qayd qilib yuborish kerak. Sehr chiqadi. Sehrni Sehrni chiqaradi chiqaradi bu. 2 kun shunday qildim, 3-kundan hech narsa bo'lmadim. Shunday jag'vatat, organizmim shunday jag'vatat o'tadi-da. Olam, Arzigul ozgina qoldi. Men boldarim bilan ichyapman deydi. Biz ham shu bolalarim bilan Boldarim bilan ichamiz. ichyapman. Men buni aytam, boldarga bardig'iga bersin. Boldar hozir chips yeydi, kreshki yeydi, ichi to'liq qurt. Например, meni boldarim shunday. Kolani ichadi, Pepsini ichadi, burgerlarni yeydi. Olar bardig'i ximikat. Biz endi to'xtatib qo'ygan taqdirda u to'xtabay turgan narsa. Boldar talab qilaveradi shu narsani. Biz Bu buni jigarda bor. tozalaydi. Jigar o'sha chips, kreshki endi shunaqa narsalarni yegan, o'sha gazli shirin suvlar brendlar nomini aytib bo'lmaydi-ku. Ichganlarda jigari toksinga to'lib qoladi. Bu birinchi o'rinda qora sedani jigarni davolaydi, tozalaydi. Toksinlardan, tiqilmalar, xiltlar, cho'kindilardan davolaydi. Buni men o'smir bolalarimga ham beraman. Mana shuncha bir choy qoshiqda ichib olaman. Mana bismillah, keyin sizga beraman. Yutishi oson. Achchiq emas. Asal qo'shilgan. Asal sahrni ko'tarmaydigan asal qo'shilgan. Toza zaytun yog'i qo'shilgan. Arzigulga hamcha suv quyib bering. Men buni ichmay ketib qolsam, ishga ketib qolayin. Qaytib bo'lsa-da kelib ichib ketaman. Qizlar, shunday immunitetim ko'tarilib, o'zimda emotsiya paydo bo'ldi. Ishtayim degan emotsiya paydo bo'ldi, qizlar. Men nimadan eme qilaman? Suyunamchu. Men tushimda bayog'i bozorlarda allay ko'tarmay qo'yganman, jilandarni ko'rmay qo'yganman men suyunam. Uje men mana jil bo'ydan aralab uje shunday nimalarni ko'raverdim-da, tushlardachi uje dag'in tush ko'ram bugun deb uxtaydi edim-da, tush ko'rvoyin deb uje dam solib o'zimni bayog'i qulpoqli xatlarni o'qib jotsam dag'i o'sha o'r tushlarni ko'raverdim-da, zirt uyg'onib edim. O'shanday bo'lib qo'ydim, qizlar. Mana menda yashashimda bo'lib o'tgan narsa, men shundoqdan bu xavajim narsalariga kelib qoldim. Ejemni kuzatadigan murdatdan vaqt soatini chiqarib berayotganlarda biz aytganday bu aytgan. Baram. Bo'lsa men mana marg'landikman, ushul joyga qancha yo'li kelib ketdim. Bizga vaqt soatini o'z Alloh taolo berib qo'yadi ekanda. Vaqt soati, kuni soati chiqmasa, o'zingizda aytgan men ol amalga oshmaydi ekan. Mana Xudoga shukr, Alloh taolo bizni yo'liqtirdi. Meni saqayishmasizlik sebep qildi. Men ham odamlardan saqayishiga sebep bo'layin. Balali bo'lganlarga balali bo'lishiga sebep bo'layin. Sizdan keyin mendan sebepchi bo'lsin Allohim. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Rahmat Arzigul. Endi ofiyat bo'lsin. Endi farzandli bo'lmayotganlar diqqatiga bu qora sedani bachadondagi ziyonni va erda urug'i baylanib qolishi, erligi baylanib qolishlarini tozalaydi bir. Bachadonni kayfiyatini yaxshilaydi, tug'uvchanligini oshiradi. Hayit siklini yaxshilaydi. Ovulyatsiya bo'lishingizni, devori qalin, yana bir narsalar, detskiy matka hammasiga davo bo'ladi. Buni ichib qancha er-xotinlar homilador bo'lishyapti. Erda quvvatini oshiradi. Xotinda tug'uvchanligini oshiradi. Hamma yo'g'i sog'lom, nimagadir tug'mayapsiz deydi u Xudodan hammasi ziyonni tozalaydi bachadondan. Endi klimaksdan qiynalayotganlar, qizib ketayotganlar, kechasi siqilib, o'yib ketib, birdan qizib, birdan sovib ketadiganlar kayfiyati o'zgaruvchan bo'lib qoladi klimaksda. Men 2 oy klimaksda yashadim-da. Hozir men 9 oylik homiladorman. O'tgan yili klimaks bo'ldim. Hayzim taqqa to'xtadi. Birdan qizib ketadigan bo'lib qoldim. Oyam aytdilar, menga o'xshab erta klimaks bo'libsan-da dedilar. Yo'q, keyin sedanani bostirib ichishni boshladim. 4 oydan keyin o'ziga tushsam homilador ekanman. Mana sizga. Mashallah. Klimaksdan keyin sedani ichib turib ham homilador bo'ldim. Nima demoqchiman? Hayit siklim buzilib ketdi, joyiga tushirdi. Agar klimaks bo'lsangiz,
qizib ketmasdan yengil homilador bo'lib qolmangiz qo'rqmang. Yengil klimaksingiz o'tadi. Klimaksdan dorilar ichishingizga hojat qolmaydi. Demak, ayollarda sochi to'kilayotgan ayollarga foydasi bor, matkalarga foydasi bor. Jigar davolaydi. Bitta qizimiz kelib o'tsiv bergan, uni endi har kim ham videoga chiqolmaydi-ku. Jigar medsestra ekan, qo'l shpris kirib ketgan, yina kirib ketib, gepatit C yuqib qolibdi. Fermentlar oshib ketar ekan-ku jigarda. Shuni orqasidan uydagilar uyiga tashlab ketishgan. Bu bizga kasal kelin kerak emasdi. Ajrashib ketgan va sedana olib ichgan bizdan. Sedana ichib 3 oydan keyin borib tekshirtirsa, haligi fermentlarda 0 chiqqan. Va 1 yilda ichida boshqa turmush qurib, farzand tug'ibdi. Bitta qo'lida, bitta qornida menga o'tsiv beryapti. Shunaqa, qora sedana olib ichinglar. Oshqozonlaring yaxshi ishlaydi, jigarlaring davolanadi, hayz siklaring tuzaladi. Erkaklar sochi ko'kilib ketayotgan bo'lsa, ko'p siqilsa, baqiroq bo'lsa, nervni bo'lsa, bosiladi. Ayniqsa o'smirlar, men o'zimni o'g'lim o'sishdan orqada qolganida, katta o'g'lim sedana ichqizganman. Har kuni ichqizardim. Ertalabda yarim choy qoshiq tayyorlab ichqizardim. Bo'yi o'sadi, xotirasi kuchli bo'ladi. Hali qo'ng'ini solib, yer depinib, ajab bo'pti deb gap qaytarishlari yo'qalar. Og'ir, bosiq bo'lib qoladi. Ayniqsa men o'zim Qur'on yodlardim. Hozir endi ishim ko'payib yodlamay qo'ydim. Kelgan joyimdan xudo xolisa davom ettiraman. Bitta o'tirsam bir bet Qur'on yodlaydigan darajada xotirali bo'ldim. Bir bet Qur'on yodlayman. Hozir masalan kitob o'qiyman, o'qigan kitobim bemalol birga bir aytib beraman. Nimaga? Xotirani kuchaytiradi. Xotirangiz past bo'lsa, sizda ko'chib yuruvchi og'riqlar bo'lsa, qora sedana iching. Ayniqsa suva yemirilishdan qiynalayotganlar. Masalan, mana bitta qarindoshimiz suva yemirilishdan qiynalib oqsab qoldi. Banka qora sedana ichib, aytdi, qancha pulim shu davolanishga operatsiyaga ketgan ekan. Shu bilan oqsamay qoldim, shu bilan yemirilishim to'xtadi, deyapti. Sababini ichida ko'p oqsil bor. Oqsilmi, sinkmi, vitaminmi? U emas muhimi. Buni ichida mo'jiza bor. Buni ichida haqiqatda sedana o'limdan boshqa hamma dardga davo degan haqiqiy ishonchli gap bor. Sotib olish uchun qirg'izistonliklar Arzigulga yozinglar. O'zbekistonliklar dilerlarimni raqamlari kiritilgan kanalimni silkasini qo'yaman. O'sha kanalga kirib turib, Andijon, Farg'ona, Namangan, Buxoro, Jizzax 12 ta viloyatda bizni dilerlarimiz bor. O'shalarga bog'lanib olsangiz bo'ladi. Men o'zi asli Marg'ilonlikman, Marg'ilonlik qizman. Hozir Marg'ilon bilan Farg'ona o'rtasida Kirgili degan joyda yashaymiz va o'sha yerda faoliyat yuritamiz. Havo shifo sakinat markazida. Hoji, meni dag'i aytib qo'ying. Qirg'izistondan diler bo'lim deganlardagi maga baylanishsa bo'ladi. Mendan olib satsadagi bo'ladi, ichsadagi bo'ladi. Shu produksiyalarimizdan bardig'idan inshaalloh bo'ladi, yetkirib beramiz. Biz 7 oblastga yetkirib berib qiyinroq bo'lsin, odamlar ofislaridan dag'i olsin deb men dilerlarni dag'i kutib qolam. Dilerlar menga yozingizlar, baylanishingizlar. Men sizlarga qanday ishlarni, qanday qilishlarni, qanday video chiqarishlarni bardig'ini uyratamiz. Xudo xolisa xavajami ko'miz. Bundan buyoqqa ishlaymiz. Xayrli bo'lsin. Xohlasa dilerlarimizdagi ko'paysa, 2 ta, 3 ta, bitta o'sha ofislaridan O'sh bo'lovi, Bishkek bo'lovi, Jalolobod bo'lovi, O'zgun bo'lovi, Batken bo'lovi, Qadamjoy bo'lovi yozingizlar qizlar. Biz dilerlik qilib tovarimizni beramiz. Bizdan senada o'sha dilerimizdan dag'i olsangizlar bo'ladi. Xayrli bo'lsin. Yana video qilamiz inshaalloh. Mana bu kecha pirojni yegim kelayotdi. Menga mashina uyda pishirib kelibdilar. Bu Arzigulni dugonasi pishirib kelibdilar. Sizni videoga olsam maylimi? So'rab olaman-da, bu qiz Quvasoylik qizimiz, Arzigulni dugonasi. Diler. Bu qiz ham Quvasoyga diler. Ismingiz nima? Mohira. Mohiraning nomerini ham qo'yaman. Quvasoyliklar Mohiradan olsangiz bo'ladi. Mana shu nonni qarang, tabiiy kepak unidan non tayyorlab kelgan, mashalloh hidini. Xamir turishda qilinadi. Droji solinmaydi. Mana shu nonlar olib kelibdilar. Hozir biz bular bilan choy ichamiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, meni kuzatishda davom etinglar.